Voy voy, inşaat tasadizdan mı? Hey, navbat tuttu bu. Lyukkana lyuk, hey. İnşaattı. Atacan ne? Ebbeki? To'g'ri, senat tashabdi. Trosni chenat tasabdi. Nachon nim bo'ladi u? Qan tros chenayir. Prujinimi? Prujinmi tros. Oho, bu BYD chempion bo'ladi o'rtoqlar. Buni hamma narsasini yechdik bir ishi tros uchun yurtdug'allaringizning chena lyukni beklasa ham bir yandan og'ib yotibdi. Ish qilib mashinani ahvoli yomon. E'tibor berasizlar. Mashinani lyuk qismida agar do'sha mayda zarrachalar, metal buyumlar girib qoladigan bo'lsa, lyukingizdan ayrildiz deb hisoblanglar do'stlar. Bu shishaning panoramani sinishini olib kelish ham mumkin. Qisqasi e'tibor bilan nima berasizlar? Xudo xolasa bu mashinamizni olib qoldik. Endi troslarni yangi zapchastlarni qo'yib beramiz. Chiroylatib. Bizda xudo xolasa shunday xizmatlar bor. Kelaverasizlar, lyuklarni, panoramalarni, shtorkalarni remont qilish xizmatlarimiz ham bor. Yurt tug'anlaringizning